BMT ogohlantirdi, AQShdagi migrantlar markazlarida vaziyat og'irlashmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk AQShdagi IC migrantlarni saqlash markazlarida o'limlar soni oshayotganidan xavotir bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yilning dastlabki 5 oyida 18 kishi vafot etgan. Iyun oyida esa yana bir o'lim holati qayd etilgan. Taqqoslash uchun 2025-yilda 33 ta, 2024-yilda esa 11 ta o'lim qayd etilgan. Turk barcha o'lim holatlari yuzasidan tezkor, mustaqil va xolis tergov o'tkazishga chaqirib, aybdorlar javobgarlikka tortilishi va marhumlarning oilalari adolat topishi kerakligini ta'kidladi. Hozirda IC markazlarida 60 mingdan ortiq migrant saqlanmoqda. Yil oxirigacha bu sig'imni 90 ming kishiga yetkazish rejalashtirilgan. BMTga ko'ra, markazlarda bolali oilalar va og'ir kasalliklarga chalinganlar ham saqlanmoqda. Ayrim joylarda esa tibbiy xizmat, oziq-ovqat va sanitariya sharoitlari yetarli emas. 2026-yilda qayd etilgan o'limlarning 5 tasi o'z joniga qasd qilish sifatida tavsiflangan. Turk uzoq muddatli yakka kamerada saqlash amaliyotidan ham xavotir bildirib, migrantlarni hibsga olish faqat eng so'nggi chora bo'lishi, bolalar va homilador ayollar esa bunday markazlarga joylashtirilmasligi kerakligini qayd etdi. Shuningdek, u migrantlarni kamsitish va ularni xavf ostidagi davlatlarga majburan qaytarishga qarshi chiqdi. Venesuelada mo'jiza: 11 yoshli bola 70 soatdan so'ng qutqarildi. Venesuelada kolumbiyalik qutqaruvchilar vayronalar ostidan 11 yoshli bolani olib chiqdi. Bu haqda Venesuela Mudofaa vazirligi o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, bola vayronalar ostida 70 soat qolib ketgan. Qutqaruv operatsiyasini Osar Kol 1 jamoasi amalga oshirgan. Bu bir mo'jiza. Moises tirik holda qutqarildi deya aniqlik kiritgan Venesuela Mudofaa vazirligi. 24-iyun kuni kechqurun Venesuelada 1 daqiqadan kamroq vaqt oralig'ida magnitudasi 7.2 va 7.5 ga teng bo'lgan zilzilalar sodir bo'lgan. Ular respublikada so'nggi 100 yil ichida yuz bergan eng kuchli zilzilalardan biriga aylandi. 28-iyun holatiga ko'ra, tabiiy ofat qurbonlari soni 1430 nafarga yetdi. Shuningdek, mamlakat rasmiylari boshpanasiz qolgan 3142 ta oilani qayd etishdi. Ular uchun vaqtinchalik boshpanalar tashkil etilib, zarur yordamlar ko'rsatilmoqda. Venesuela prezidenti Rodriguezning ma'lum qilishicha, shifokorlar jabrlangan hududlarda 12 mingdan ortiq sayyor konsultatsiyalar o'tkazishgan. 5 mingdan ortiq kishi esa birlamchi tibbiy ko'rik punktlarida yordam olgan.